Yoshligingizda mol boqqanmisiz? Mol. Men boqqanman-da yoshligimda. Mol boqib, jicha bee'tibor bo'lib qolsangiz, qolganlarda agorotiga kirib, narsasini payxon qilib yuborardi. U kartoshkami, piyozmi, unga qizig'i yo'q, chunki u molda. Qanday yeyotgani, nima yeyotganini farqi yo'q. Molda. Chunki unda fahm yo'q, farosat yo'q. Lekin uning atrofida mollar bor. Mollar bor. Biz molimizni yo'ramiz deb qo'llab-quvvatlayotgan mollar bor atrofida. Birgala mollar to'planishib payxon qiladi hamma joy. Chunki uni dini yo'q, fahmi yo'q, farosati yo'q. Hozir bolalar nimaga mol boqmayapti? Meni o'g'lim ham mol boqmaydi, chunki uyda mol yo'q. Moldan foyda qolmadi-da. Shu molni o'rnini bosuvchi hayvonlar paydo bo'ldimikin bilmay qoldim. Tushunmay qoldim. Nimaga unaqa bo'lib qoldi-ki? Agar tushunganlar bo'lsa, yozib yuboringlar kommentariyada.